Qorasudagi obyektimiz ham bugun 12-kuni. Mana orqa fonida imoratimizning oldi fasadi. Baraka topsin, suv ishlarini ham tugatishibdi. Hovli fasadda ham yaqinda mana armirovka qilishibdi. Xudo xolasa yana bitta suv tortiladi, shu bilan inshaalloh bitadi bu taraf ham. Shu qarama-qarshi taraf pristroyka qoladi ekan, orqalarini suv berishadi. 1-2 kun yomg'ir ko'rsatyapti. Qo'shni tarafda qo'shni shiferlari olib tashlanadi. O'shandan keyin xudo xolasa yo tarafga ham o'tamiz. Bo'ldi, bitdi-da.